Prezidentimizning paxtachilik sohasi korxonalarining iqtisodiy, moliyaviy holatini yaxshilashga oid chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq, paxta to'qimachilik klasterlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan qator vazifalar belgilandi. Xususan, klasterlarga 2023 yilga paxta xom ashyosini yetishtirish uchun ajratilgan imtiyozli kreditlar qoldig'ini qaytarish muddatlari 2025 yil 1 aprelgacha uzaytiriladi. Hozirgi sharhimiz shu haqda. Mamlakatimizda paxta yetishtirish va qayta ishlash hajmining salmoqli qismi klasterlar tizimiga to'g'ri keladi. Davlat tomonidan paxtani yetishtirish va xom ashyoni chuqur qayta ishlashning qo'llab-quvvatlanishi natijasida mahsulot hajmi, eksport ko'rsatkichlari va yaratilayotgan yangi ish o'rinlari salmog'i yil sayin oshib bormoqda. Yaratilayotgan imkoniyatdan unumli foydalangan klasterlar ham o'zi manfaat ko'ryapti, ham ko'pchilikning ro'zg'origa baraka olib kiryapti. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda 13 ta klaster 805 milliard so'mlik kreditlarni o'z muddatida to'lab kelmoqda. Ularga 120 milliard so'm kompensatsiya mablag'lari ajratildi. Biroq mehnat munosabatlaridagi ayrim muammolar, shartnoma shartlariga rioya qilinmaslik va boshqa sabablar bilan iqtisodiy samaradorlikka erisha olmayotgan klasterlar ham yo'q emas. Ayni shu toifadagi klasterlarning kredit qoldig'i 11.9 trillion so'mni, muddati o'tgan qarzdorlik esa 3.1 trillion so'mni tashkil etmoqda. Shu bois paxta tolasi chuqur qayta ishlash jarayonlarida klasterlarning moliyaviy barqarorligini va ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlash hamda ishlab chiqarish zanjirlari o'rtasida hisob-kitob intizomini mustahkamlash maqsadida davlatimiz rahbarining paxtachilik sohasi tarmoqlarini iqtisodiy, moliyaviy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon bilan paxta to'qimachilik klasterlariga juda katta imkoniyatlar, imtiyozlar berilyapti. Bu klasterlarimiz uchun juda katta imkoniyat. Ya'ni klasterlar o'zlari boshlagan loyihalar, ya'ni paxtani chuqur qayta ishlash, qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarini ijrosini ta'minlashda juda katta imkoniyat yaratadi. Yana bir muhim jihati shundaki, paxta to'qimachilik klasterlarimizga faoliyatini boshlash davrida paxta zavodlari va paxtani qabul qilish maskanlari bo'lib to'lash sharti bilan ijaraga berilgan edi. Aynan mana shu paxta zavodlarini, paxta qabul qilish maskanlari uchun to'lanishi lozim bo'lgan mablag'ning 35%ni to'lagan klasterlarimizga, demak, ushbu zavodlardan, maskanlardan kredit olishda, faoliyatini yanada rivojlantirish uchun boshqa moliyaviy manbalar jalb qilishda garov sifatida foydalanish imkoniyati yaratilyapti. Farmonga muvofiq 2023 yilgi paxta xom ashyosini yetishtirish uchun ajratilgan kreditlarni dastlabki shartnomadagi muddatlarda to'liq qaytargan klasterlarga kreditning 8% 2025 yil 1 yanvarga qadar jamg'arma hisobidan qaytarib beriladi. Shuningdek, 2023 yil hosili paxta yetishtirish xarajatlari uchun ajratilgan imtiyozli kreditlarning qaytarish muddati 2025 yil 1 aprelga qadar uzaytirilmoqda. Oxirgi 2 yilda paxta to'qimachilik sohasida dunyodagi geosiyosiy muammolar, paxtani jahon bozorida narxi tushib ketganligi sababli, tayyor kiyimga talab tushib ketganligi sababli klasterlarimizda aynan kreditni qaytarish bo'yicha imkoniyatlar chegaralangan edi. Tadbirkorlarimizni uzoq muddatli olayotgan kreditlarni aynan prezidentimiz farmonlarini cho'zib berilishi bu bejoiz emas, sababiki prezidentimiz o'zlari bu klasterlarni paydo qilib, bugungi kunda ular o'sha minglab ish o'rin yaratish natijasida o'sha klasterlarga yana bitta imkoniyat va sharoit berilishi, ular tezroq oyoqqa turib olib, bu yilgi paxtani bozor narxida, ya'ni fermerlarning future shartnomasida tuzilgan narxda sotib olinishi, 2023 yilga yetishtirishga va terimga berilgan pulni oxirgi muddati 2024 dekabr bo'ladigan bo'lsa, prezidentimiz tomonidan bu narsa endi 2025 yil 1 aprelgacha cho'zildi. Bu esa o'sha bizning korxonalar o'chib qolmasdan ishlab chiqarish quvvatlarini to'liq quvvatga olib chiqilishga olib keladi. Farmon bilan klasterlarga 2023 yilda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga ajratilgan 250 million AQSh dollari doirasida imtiyozli kreditlarning muddati uzaytiriladi. Jarayonda suiiste'molliklarni oldini olish maqsadida kreditlar muddatini uzaytirish tijorat banklari tomonidan klasterlarning moliyaviy barqarorligi baholangan holda amalga oshiriladi. Shuningdek, klasterlarga imtiyozli kreditlar rasmiylashtirishda ta'sischining kafilligini olish talab etiladi. Ushbu ajratiladigan kreditlar manbasi aniq belgilab berildi. Unga ko'ra shu tiklanish va taraqqiyot jamg'armasini 250 million AQSh dollari mablag'lari 1 yil muddatga ajratib beriladigan bo'ldi jamg'armaga bevosita. Ushbu manba aniq bo'lgandan keyin bu yilgi moliyalashtirishga ham uzluksiz amalga oshirib boriladi. Mazkur amaliyotni tub ma'nosi klasterlarni o'sha moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz shu yangi dunyoda bo'lmagan narsani tashkil qilib berdi, o'zimizga juda ham oson bo'ldi ishlash. Farmon bo'yicha mana paxta hosiliga olingan
kreditlarni vaqtiga to'lasa agar jamg'arma 8% qaytarib beradi. Bu juda ham katta imtiyoz. Chunki buni bizlarni agar klasterlarga nima qilsangiz agar bizlar 25 milliardga yaqin pulni qaytarib olamiz. Buni qayerga ishlatamiz? Biz yangi tikuv fabrikasini qurib, shu mahsulotimizni chet elga chiqarish masalasini. Shu farmonda ta'sischi endi o'zi kredit olish uchun qo'l qo'yish kerak. Ilgari ular javobgarlikni his qilmas edi. Mana shu masala juda ham to'g'ri bo'ldi. Hujjat talablari asosida 2024-yil paxta hosili uchun yakuniy hisob-kitoblarga imtiyozli kreditlar klasterlarning IPG Group faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalariga ajratishga, yetishtiruvchilar, klasterlar va ularning tizim korxonalari o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblarni maxsus hisob varaqalar orqali amalga oshirishga, 2025-yil paxta hosilidan boshlab paxtani qayta ishlash va ip kalava ishlab chiqarish zanjiri mavjud to'qimachilik korxonalariga paxta xomashyosini birja orqali sotib olishga futures shartnomalarini tuzishga ruxsat berilmoqda. Mana shu farmon mening nazarimda bu insoniylik nuqtai nazaridan qaraymizmi, qonun nuqtai nazaridan qaraymizmi, adolat, tenglik mezonlariga asoslangan eng demokratik farmon bo'ldi deb hisoblayman. Mana ikkitagina misol. Birinchidan, paxta to'qimachilik klasterlari tomonidan 2023-yil hosili uchun bankdan olingan kreditlarni o'z vaqtida qaytarganlarga olingan foizlarni qaytarib berish belgilangan. Albatta bu bugungi kunda mana shu bank oldida, davlat oldida, xalqimiz oldida o'zini majburiyatlarini halol, sidqidildan bajarayotgan paxta to'qimachilik klasterlariga nisbatan bu men e'tibor deb bilaman. Paxta to'qimachilik klasterlari uchun men o'ylayman juda ham katta bu motivatsiya. Bu juda ham katta imkoniyat. Hujjat bilan shartnomaviy munosabatlarda turli muammolarni keltirib chiqarayotgan ayrim ma'muriy talablar bekor qilinmoqda. Xususan, paxta tozalash zavodlari va qabul qilish maskanlarini sotib olish qiymatining 35% dan yuqori qismini to'lagan klasterlarga ushbu mulklarni garov ta'minoti sifatida taqdim etishga ruxsat beriladi. Shu bilan birga klasterlarga muddati o'tgan kredit qarzdorliklarini qaytargunga qadar yangi investitsion loyihalarni boshlash uchun banklar tomonidan kreditlash to'xtatib turiladi. Bu farmon orqali biz o'zimizni faoliyat yuritayotgan klasterimiz misolida aytadigan bo'lsam, biz shu paxta yetishtiruvchi fermerlar bilan o'rtamizdagi future shartnomasini o'z vaqtida bajardik va bu bajarganligimizdan kelib chiqib bizga 2025-yil holatiga yana qo'shimcha imtiyozlik imkoniyatlari berdi va olingan tijorat banklarining 2023-yilga paxta yetishtirish bo'yicha olingan kreditlarni keyingi bosqichga 1 yilga cho'zib berishi boshqa biz singari faoliyat yuritayotgan klasterlarda moliyaviy aholini tiklashga imkoniyat juda katta bo'ldi. Va bu nimani beradi? Bu bugungi kundagi o'sha oldimizga qo'yilgan va bizga shu dasturimizga kiritilgan keyingi bosqichlarda, masalan, ip yuguru fabrikalarini, tayyor mahsulotlar yaratish fabrikalarini, qolaversa klasterda keyingi bosqichlarni yaratish uchun bir so'z bilan aytganda bugungi kunda shu minglab ish o'rinlarini o'z joyida saqlab qolishlikka sabab bo'ladigan me'yoriy hujjat bo'ldi. Farmonga muvofiq majburiyatlarni bajarmagan klasterlar faoliyatini tartibga solish bo'yicha ishchi guruhga bir qator vazifalar yuklatilmoqda. 2025-yil 1-iyulga qadar moliyaviy faoliyatida ijobiy o'zgarish bo'lmagan korxonalarning kredit qarzdorliklarini ta'sischilardan solidar tartibda undirish choralarini ko'rish, klasterlar reyestrdan chiqarilishi hisobiga bekor qilingan futures shartnomalaridagi paxta xomashyosini fermerlar tomonidan birja savdolarida qayta sotilishini tashkil etish, reyestrdan chiqarilgan klasterlarga investorlarni jalb qilish orqali moliyaviy sog'lomlashtirish hamda ularning maqomini qayta tiklash shular jumlasidan. Shuningdek, farmon talablari asosida mas'ul organlar tomonidan paxta xomashyosini elektron tarozi orqali qabul qilish va paxta tolasini avtomatlashgan majburiy hisobga olish tizimi joriy qilinishi qat'iy nazoratga olinadi. Farmon bilan paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini doimiy monitoring qilib borish, ular faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni tezkor bartaraf etish, ularga barcha yordamlarni ko'rsatish bo'yicha ham Hisob palatasi boshchiligida Bosh prokuratura va qator tashkilotlar, vazirliklar mutasaddilaridan iborat ishchi guruh tashkil qilinyapti. Ishchi guruh doimiy ravishda, demak, paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi. Ularni faoliyatda uchrayotgan muammolarni bartaraf etish bo'yicha tezkor choralarni ko'rib boradi. Shuningdek, nafaqat klasterlar, balki paxtani dastlabki qayta ishlash, ya'ni paxta zavodi mavjud bo'lgan hamda ip-kalava quvvatlariga ega bo'lgan to'qimachilik korxonalariga ham to'g'ridan-to'g'ri birja orqali paxta xomashyosini fermerlar bilan future shartnomasi tuzish imkoniyati yaratilyapti. Ular ham to'liq paxtani sotib olganda moliyalashtirish, imtiyozli moliyalashtirish tizimi joriy etilyapti. Shuningdek, g'alla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarini ham to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish masalalari ushbu farmonda
nazarda tutilgan. Bir so'z bilan aytganda, mazkur farmon halol va sog'lom raqobat orqali faoliyat yuritayotgan klasterlar faoliyatini yanada rag'batlantirishga, turli omillar sabab moliyaviy qiyin ahvolga tushib qolganlarini esa sog'lomlashtirishga, qo'shilgan qiymatli mahsulotlar hajmining kengayishiga xizmat qiladi.